Uzun CSS darsiga 11 qism CSS tekst formatlari. CSS orqali tekstning uslubiga aniqlik belgili bo'ldi. Aniqlik berish bo'ladigan tekst xarakterlari, tekst rangi, xat oraliqi, tekstni to'g'rilash, xat unumi qo'shish qatorliqlarni o'z ichiga oldi. Biz tövəndə bular haqida bir tushuncha hosil qilib o'taylik. Abzasdagi tunji qurdan oldiga bo'shliq chiqarish. Bo'shliq chiqarishda tekst indent xarakter orqali belgilashga bo'ldi. Masalan, abzasningki oldiga xat birinchi qurninki oldiga bo'shliq chiqarmoqchi bo'lsak, tekst indentdan 5em deb maqolatda basak bo'ldi. Yoki buningga -5em deb manfiy qiymat berishga bo'ladi. Manfiy qiymat berganda tor ko'rgishninki sirtiga chiqib ketmaslik uchun qir oraliq qiymatni belgilash kerak. Qir oraliq qiymatni bilan belgilaymiz deganda, masalan, bu padding left sol taraf qir oraliqi 5em bo'ladi, ma tunji qurninki solga -5 bo'ldi deb manda belgilash orqali buningki bu tor ko'rgishning sirtiga chiqib ketmaslikni oldini ola olamiz. Qiymat yuklaganda em % qiymat berishga bo'ldi. Em deganimiz nisbiy uzunlikning birlik bo'lib, chet elda ko'proq qo'llandi. Bu em ni bu tor ko'rgishlar bak yaxshi qo'llaydi. Shuning shuni ishlatishni tavsiya qilamiz. Undan keyin tekst indent xarakteri varislik qilishni qo'llaydi. Varislik qilish nima deganda, men misol qaraydigan bo'lsak, masalan, mayada divninki outer, mayada inner bu 2 varislik qilish altidagi men 2 xil nimani amayaga ost-ust qilib, men 2 div orqali menda yozilgan. Men ustidagi div outerninki kengligi 500 px bo'lgan bo'lsa, men innerninki 10% deb olgan bo'lsa, men nimisini 10% dal ustidagi 500 px ga varislik qilganlikki 10% ulab, demak 10% degan qiymatdan 50 px degan qiymatni o'z ichiga olgan bo'ladi. Ya'ni tekstni to'g'rilash. Tekstni to'g'rilashda tekst align xarakteri orqali belgilash bo'ldi. Uning xarakteri qiymati tekstning to'g'rilanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lib, qiymati right orqali tekst o'ngga to'g'rilandi, left orqali solga, center orqali o'ttirga to'g'rilandi. Mana justify orqali ikki chetga to'g'rilash mashg'ulot ilib boramiz. Amaniki meyada qo'shimcha zoti text align center bilan bu HTML ninki bu center xat kuchi qirmoqqa unum jihati o'xshashlik bilindi, lekin ular jihati o'xshashmaydi. Masalan, center xat kuchi ishlatilgan o'ringa barliq elementlarga ta'sir ko'rsatadi. Mayli bu tekst bo'lsin, rasm bo'lsin, hammasi tegidek. Hatto mush bo'lak qismidan tortib elementgacha hammasi o'tirib to'g'rilandi. Men text align centerda bo'lsa, faqat shu tekst, mazmun bo'lgan qismlar Yezıq şəkildəki məzmun bo'lgan qismlar o'ttiroq ta'sir ko'rsatadi. Ham bu mushtunga ta'sir ko'rsatadi.